Hozir internetda juda ham ko'payib ketgan videolardan bittasi bu mana bu tabletka agar sizda osteoartroz, osteoartrit, suyak yemirishlari, tog'a yemirishlari bo'lsa, mana bu tabletka kitni suyagidan tayyorlangan bu 100% yordam beradi degan. Azizlar, agarda tog'oylar, suyaklarni tog'oylari yemirilgan bo'lsa, kitniki bo'ladimi, ajdarxoniki bo'ladimi? Bu narsa faqat to'xtatadi xolos, qaytib tiklamaydi. Hozirgi paytda juda ham ko'p bad mahsulotlari bor. Afsuski, artroz, osteoartroz, osteoartritlar bu birlamchi yoki vtorichniy bo'lishi mumkin boshqa kasallik sababdan. Shuning uchun birinchi navbatda sizlarga maslahatim revmatologlarga yoki bo'lmasam revmatolog bo'lmasa travmatologlarga murojaat qilishingizni maslahat beraman. Bu narsalar vrachni ko'rigidan точно diagnoz qo'yilishi, qaysi stadiyalarga aniqlanishi kerak. Undan so'ngra sizga dozasi to'g'ri yozilishi kerak. Doza bu juda ham muhim. Hozirgi bad preparatlarda dozalari xondroitin glikozamin, o'sha kitnikidan tayyorlangan tabletkalar ham xondroitin glikozamin sostavida. Lekin bu narsalarni ham dozasiga e'tibor berish kerak, чтобы siz lecheniyani to'g'ri olmoqchi bo'lsangiz, sog'aymoqchi bo'lsangiz. Azizlar, aldanmasdan birinchi navbatda vrachlarga murojaat qilinglar.